Qo'limda turgan viza O'zbekiston bo'yicha eng ko'p oladigan ishchi viza. Qaysi viza haqida gap ketyapti? Angliyaning 6 oylik sayohat vizasi. Gap ishchi viza haqida emas, gap qanaqa qilib mavsumiy ishga borib, qonunan ishlab, keyinchalik boshqa davlatlarning sayohat vizasini olish haqida bo'ladi. Chunki biz ishchi viza qilmaymiz. E'tibor bering. Demak, akamiz mavsumiy ishchi viza bilan borib kelgan Angliyaga qonunan ishlab kelib, bizga murojaat qilyapti. Pasportiga ikkinchi vizani biza Germaniyaning sayohat vizasini olib beramiz. Havas qilsa bo'ladi, chunki ishchi viza profilidan sayohat profiliga akamizni o'tkazib qo'ydik. Bu juda ham yaxshi natija. Kelajakda boshqa davlatning sayohat vizasini olish endi nisbatan osonlashadi. Kimda kim agar qonunan Angliyada mavsumiy ishga borib kelgan bo'lsa yoki hali ham o'sha yerda bo'lsa, O'zbekistonga qaytib kelganda, xudo xohlasa, harakat qilib boshqa davlat sayohat vizasini olib bersa bo'ladi. Chunki mavsumiy ishchi vizani statusi pastroq bo'lgani uchun sayohat vizani olish nisbatan qiyinroq. To'g'ri yechim, to'g'ri strategiya, to'g'ri kes qilib olsa bo'ladi. Mana bu bizda hozir isboti. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Har bitta odam sayohat qilib dunyoni ko'rish kerak. Assalomu alaykum va rahmatulloh.